Assalomu alaykum vatandoshlar. Bolalarimizning kelajagi uchun o'z hissangizni qo'shib yordam beringizlar va savob olingizlar. Men taniqli inson yoki bloger emasman, oddiy xalqman. Ushbu opamiz qiyin ahvolda, yordam kerak. 4 ta farzandi bor, 3 ta farzandi gruppada turadi. Nogiron. Ularni operatsiya yo'li bilan davolatish kerak. 8 yosh bolasida yurak yetishmovchiligi, 2 yosh va 3 yosh bolalari quloq zaif eshituvchi. Assalomu alaykum vatandoshlar. Bugun men xalqimga murojaat qilishga majbur bo'ldim. 4 ta farzandim bor. 3tasini operatsiya yo'li bilan davolatishim kerak. 5 yildan beri yordam so'rab bormagan joyim qolmadi. Bolalarimni o'z vaqtida davolatmasam qarsoqov bo'lib qolar ekan. Bolalarimni ko'ziga qarab ularga yordam berolmaganligimdan, ojizligimdan qiynalib ketdim. Bolalarim uchun sizlardan yordam so'rayman. Bergan yordamlaringiz ming barobar ajri savobi bilan Allohim sizlarga qaytarsin. Aziz vatandoshlar, shu opamiz bolalar uchun sizlardan bosh egib yordam so'rayapti. Ehsonlaringizni ayamangizlar, bolalarimiz kelajagi uchun. Axir oilasi nochor bo'lsa, bolalar aybdor emas-ku. Qurbimiz yetgancha yordam qilaylik. Ko'proq kishiga tarqatishga yordam beraylik.